Xo'p, tish alveolalari nimalar yacheykalari bo'ladi. Ichida tishimiz bo'ladi, tagida ildizi bo'ladi. Xo'p, tishni ambur bilan olayotganda nima qiladi? Buni siqadi. Siqqandan keyin pastdagi jag'imiz yoki tepadagi jag'imiz ham siqilishi mumkinmi? Kompressiyaga kirishi mumkinmi? Любой narsani mana bunaqa siqsak, o'sha yerdagi bor narsa siqiladi, to'g'rimi? И buni tortib chiqaradi. Tortib chiqargandan keyin bu yerda внутрикостное напряжение paydo bo'ladi. Masalan, o'zimda bo'lgan, qizim 12 yoshmidi ekan, esimda yo'q. Tishini oldirganmiz, ildizini, молочный tishini, ildizini oldirganmiz. 2 soat narsa yeyish mumkin. Stomatologdan chiqdik, ishib yotibdi. Yig'layapti. Taksida ketyapmiz. 40 minut yurishimiz kerak taksida, bola yig'layapti. Kallamga urib qoldi. O'sha yerdagi напряжениeni yechish. Shunday qo'lim bilan ushlab oldim, olingan joyini. Shu 10 minut ushladim, uxlab qoldi. Og'riq to'xtadi, uxladi-da. Uyga yetib bordik, уже o'ynab yuribdi. Уже uxlab oldi. 40 minut og'rig'i ketdi. Dori beraymi? Yo'q, og'rimayapti dedi. Значит, men nima qildim o'sha yerda? Bu tish olingan joydagi внутрикостный напряжениeni yechib berdim. Любой odam qilsa bo'ladi o'ziga. Oldim o'sha joyini, ushlab olamiz. Pastga jab bo'ladigan bo'lsa, tepada, pastdan tepa jab bo'ladigan bo'lsa, tepadan ushlab olaman. И внутрикостный напряжение yechiladi.